She'r aka tayyormisiz? Да, конечно, nima qilish kerak boshqa? Siz norinchisiz, norinchilar oilasizlar. Ikkinchi ovoz bilan gapirsangiz bo'ladi. Ot sport klubiga qo'ng'iroq qilib, karyerasini tugatmoqchi bo'lgan otlar bormi? Yangi yil oldi. Otni 5-oyog'ini bera olasizlarmi menga deb. Yangi yil oldi bizni defitsit deysizda. Qaziq bormoqchilar, deyman. Let's go. Albatta. Bunaqa payt ko'taramidi ular? Harakat qilib ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum. Alaykum. Hol men o'zi kech bo'lganda bezovta qildim bolam. Navodamdan oldim nomeringizni, haligi ot minadigan ot sporti nimasimi bu? Da, to'g'ri. Faqat juda ham kech telefon qoldi, dodi. Yo'q, men bor uzr so'rayman. Men hali navodalarim bilan bo'lib ozgina boya 2-3 marta telefon qildim, tusholmadim. Navodam noto'g'ri berganmi nomerni. Shunga biz haligi Qazi mahallada turamiz, norinchimizda o'zi bolam, norin bilan shug'ullanamiz. Xo'sh. Endi mana hozir yengil yaqin odamlar bilasiz, endi o'zbekchilik norin qiladi, boshqa qiladi. Otinglar bormi demoqchi edim, haligi sizlarda bor bo'ladi. Hop, navodamga beraman. Nafisa bu yoqqa kel. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hol men tuzumisiz? Uzr so'rayman, men bor. Anaqa dodamni so'rab bergan dedilar. Men aytdim, o'zingiz telefon qiling birinchi. Kim ko'taradi deb ana qildim-da, o'shanga otlarni kreditga berib olsizlarmi sizlar? Yo'q, to'xtang, adashmadingizmi? Biz otni sporti bilan shug'ullanamiz, biz sportivniy otlar. Yo'q, tushundim. Bizga ana qilishdi o'sha yerdan ozgina nima deydi, karyerasini tugatgan, qoqilib tushgan otlarni terisidan shlyapa qilinyapti deyishyapti-da. Voy. Sprint. Yo'q, sprint degan otinglar bormi sizlarda? Tez yuguradigan. Men boqma qilmayman, sizdan boqma qilmayman. Chiroyli gapiryapman. Chempion otinglar bormi sizlarda? Qizil rangli, dumi qizil. Oddiy otlar, men tushunmayman sizlarni. Bizlar otlar qimmat turadi, lekin sizlarga qazichilarga to'g'ri kelmaydi. Qizil rangli otingiz bormi sizlarda? Pasportim bor, borib pasportimni berib mana qilaman. Men aldabayotganim yo'q sizni. Kolbasa qilishadi otdan misol uchun-da. To'xtab turing, dodadvoman sizga. Bolam, menga qarang, prosta men shu narsani bilmoqchi edim, xolos. Sizlarda shunaqa otlar bo'ladimi, yo'qmi? Dodi, otlar bizda bor, ular yuguradi. Tushunasizmi, ular anaqa. Ha, bor. Qazichilarga berishga emas. Tushunmayapsiz, ular ustida minutdan yursangiz bo'ladi, ozgina aylanib. Bo'ldi, okey bolam, okey, tushundim. Ularga biz bermaymiz, dodi, unaqa demang. Bo'ldi, uzr so'rayman. Millionlab turadigan otlar sizlarga norinni narxi oshib ketmaydimi bizada? Yo'q, men prosta telefon qilganim, men sizga yomon qilganim haligi bo'ladi-ku, kasal otlar bo'lishi mumkin. Mana bunaqa otlar bo'lsa, shu ma'noda qilgandim, bolam, yomon niyatim yo'q edi menga. Prosta aytmoqchimanki, sizlar hazillashyapsizlar menimcha, chunki hozir kamida kech bo'lganda telefon qolsa, yana kreditni kimlarga deb tashyapsiz, men tushunmadim mana shu. Bering doda bu yoqqa, men bor uzr so'rayman bo'lmasam, akam. Men bor uzr so'raymiz. Yo'q, mayli, xo'p. Uzr so'rayman, xo'p bo'ladi, dodajon. Dodadvoman sizga. Xo'p bo'ladi, xo'p. Bitta napasda. Gap yo'q. Bechora, Men o'zim ovoz beraman. Mayli, baribir ovozga qo'yishim kerak deb hisoblayman. Endi Jahonga qo'l ko'taradiganlar. Radnoy akamiz Jigar. She'r pozitivga kim ovoz beradi? Men noshdan ochib olaylik, bo'lmasa. Bu raundimiz g'olibi She'r pozitiv o'rtoqlar, rahmat. She'r aka, Lutsi.